Lolalarga zarar yetkazayotganlarga qat'iy choralar ko'rilmoqdamish. Hoy, baraka topkirlar bunchalik emasda endi. Qachondan beri lola qizg'aldoq lolaga aylanib qoldi? Yoki botanika fanida o'zgarish bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa aytinglar, bir bunday bizlar ham bilaylik. Yoki ekologiya inspektorlari ham haligi jarimadan ustama olyaptimi? Yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlari olayotganday. Bu darajada emasda endi, sal adolat qilinglar. Yaqinda mana o'tgan safar o'sha lola qizg'aldoqlarni payhon qilganlarga 15 sutkaga qamashdi, 61 milliondan ziyod jarima qo'llashdi. Jarimalar miqdori endi o'sha osmonda. Hozir ham mana yozyapti rasmiy xabarlar Telegram kanalida 6 million, yana qanchadir. Misol deylik, mana o'sha hozir payhon qildi, o'sha lolalarni payhon qilganlar o'roq bilan bordi, qo'y qo'zisi yoki moli uchun, o'sha qoramollari uchun shu o't o'lanlarni lola qizg'aldoqlari bilan o'rib olganda yana shu jarima solingan bo'larmidi, payhon qilingan bo'larmidi? To'g'ri, o'shalarning shu mashinani haydab bunaqa dam olishlarini men oqlamayman, bu yaxshi emas, ammo bu qadar jazolash ham to'g'ri emas deb o'ylayman. Nazarimda adolatdan emas bu.